Neftchi va Paxtakor jamoalari o'rtasidagi bahs, ayniqsa Superkubokda ham ko'rdik. Butun O'zbekiston futbol muxlislari ko'rishdiki, juda ham bir qiziqarli o'yin bo'ldi. Va mana yana bir bor ushbu jamoalar to'qnash keladi. Agarda Paxtakor g'alaba qozonadigan bo'lsa, Neftchiga yetib oladi yoki aksincha, Neftchi g'alaba qozonadigan bo'lsa, Paxtakordan oradagi farq 6 ochkoga bo'lib ketadi. Ya'ni bu 3 ochkolik emas, bu 6 ochkolik o'yin deyishimiz mumkin. O'zbekiston Superligasining 5-tur uchrashuvlari ham qiziqarli va kutilmagan ruhda kechdi. Farg'onaning Neftchi klubi ayni paytda yengilmas jamoa deb e'tirof etilishni boshladi. Ya'ni klub bu turda Qizilqum darvozasiga 4 ta to'p yo'lladi javobsiz. Umuman 5-turda peshqadamlar ajralib qoldi deyishimiz mumkin. 6-turda Neftchi jamoasi Farg'onada Paxtakor klubini qabul qiladi. Bu juda ham bir katta afisha. Joriy yilgi mavsumda O'zbekiston chempionatida qaysi jamoa g'olib bo'ladi deb o'ylaysiz? Neftchimi, Paxtakormi, Bunyodkor, Nasaf, Navbahor, Dinamo, Buxoro, Xorazm yoki sizning jamoangiz? Fikringizni video izohda yozib qoldirishingizni so'rab qolamiz. Ya'ni qaysi jamoaning muxlisi ko'p ekanligi biz uchun ham albatta qiziqarli. Assalomu alaykum, hurmatli futbol muxlislari. Futbol panoramasi kanali o'zining dasturlarini davom ettiradi. O'zbekiston Superligasining 5-tur uchrashuvlari ham qiziqarli va kutilmagan ruhda kechdi. Farg'onaning Neftchi klubi ayni paytda yengilmas jamoa deb e'tirof etilishni boshladi. Ya'ni klub bu turda Qizilqum darvozasiga 4 ta to'p yo'lladi javobsiz. Ya'ni 0-4. Bu juda ham bir o'yin borasida ham, hujumlar borasida ham har qanday holatda Neftchi klubi Qizilqumni tormor etdi. Umuman 5-turda peshqadamlar ajralib qoldi deyishimiz mumkin. Ya'ni Paxtakor klubi o'z maydonida OKMK klubini qabul qildi va noxush seriyaga yakun yasab, ya'ni OKMK klubi bilan kechgan bahslarda Paxtakor yuta olmayotgan edi. Bu o'yinda g'alaba qozondi. Tur doirasidagi yana bir qiziqarli uchrashuvda Nasaf klubi Andijonga qarshi bahs olib bordi va uchrashuv taqdirini birgina gol hal qildi. Ya'ni bahs so'ngidagina Nasaf vakillari g'alabani ilib ketishdi deyishimiz mumkin va 1-0 hisobida Andijonni mag'lubiyatga uchratdi. Chempionlikni maqsad qilgan yana bir klub Namanganning Navbahor jamoasi esa bu turda Mashal klubiga qarshi bahs olib bordi. Namangandagi stadion hanuz tayyor bo'lmagan va uchrashuv Toshkentda bo'lib o'tdi. Ushbu bahsning dastlabki daqiqalarida Namangan jamoasi tashabbusni qo'lga ola oldi. Ammo ikkinchi bo'limda jamoa o'ziga o'xshamadi. Ya'ni Mashal klubi xotirjamlikdan foydalanib hisobni qisqartirdi. Qolgan daqiqalarda esa darvozalarga boshqa gol urilmadi va o'yin 2-1 hisobida Navbahor foydasiga hal bo'ldi. Shuningdek, yana bir qiziqarli bahsda Surxon klubi mavsum davomida yaxshi harakat qilayotgan Buxoroni 3-1 hisobida mag'lubiyatga uchratdi. Samarqandning Dinamo klubi bu turda Xorazm jamoasi mehmoni bo'lib, kutilmaganda 2-1 hisobda imkoniyatni boy berib qo'ydi. Turnir jadvaliga qaraydigan bo'lsak, Neftchi jamoasi 100% natija qayd etyapti. Uning ortidan ikkinchi pog'onada Paxtakor klubi bormoqda, ya'ni 12 ochko bilan. Neftchi klubining statistikasi ham juda ham beqiyos, ya'ni jamoa e'tibor bering. 5 o'yinda raqiblar darvozasiga 16 ta to'p yo'lladi va atigi birgina gol o'z darvozasidan olib chiqmoqda. 3-pog'onada Bunyodkor 10 ochko bilan, 4-pog'onada Nasaf va 5-pog'onada Buxoro klubi bormoqda. Har bir jamoa hisobida 10 ochkodan mavjud. Va Namanganning Navbahor jamoasi asta-sekin yuqoriladi. Klub ayni paytda 6-pog'onada bormoqda. Ya'ni atigi diqqat qiling, 2-pog'onadagi jamoa bilan Navbahorni atigi 3 ochko ajratib turibdi va keyingi turda 6-turda Neftchi jamoasi Farg'onada Paxtakor klubini qabul qiladi. Bu juda ham bir katta afisha. Ya'ni Neftchi va Paxtakor jamoalari o'rtasidagi bahs, ayniqsa Superkubokda ham ko'rdik. Butun O'zbekiston futbol muxlislari ko'rishdiki, juda ham bir qiziqarli o'yin bo'ldi. Va mana yana bir bor ushbu jamoalar to'qnash keladi. Agarda Paxtakor g'alaba qozonadigan bo'lsa, Neftchiga yetib oladi yoki aksincha, Neftchi g'alaba qozonadigan bo'lsa, Paxtakordan oradagi farq 6 ochkoga bo'lib ketadi. Ya'ni bu 3 ochkolik emas, bu 6 ochkolik o'yin deyishimiz mumkin. Shu o'rinda futbol muxlislariga savol bermoqchimiz. Joriy yilgi mavsumda O'zbekiston chempionatida qaysi jamoa g'olib bo'ladi deb o'ylaysiz? Neftchimi, Paxtakormi, Bunyodkor, Nasaf, Navbahor, Dinamo, Buxoro, Xorazm yoki sizning jamoangiz? Fikringizni video izohda yozib qoldirishingizni so'rab qolamiz. Ya'ni qaysi jamoaning muxlisi ko'p ekanligi biz uchun ham
albatta qiziqarli. Neftchi Paxtakor o'yinida qanday hisob qayd etiladi keyingi turda? Bu borada ham fikringizni yozib qoldiring. Bu ham biz uchun albatta qiziq. Keyingi dasturlarda ko'rishguncha